Eldor Shomurodov nima uchun hozir g'alati ikki xil talqin qilinyapti? Sababi Kanada bilan kechgan uchrashuvdagi ikkita vaziyati juda ko'pchilikni chalg'itib tashladi. Ikkita vaziyat o'rtoqlik o'yinida bo'ldi va o'sha yerda ham Sharqda ham Davron aytdi, esingizda bo'lsa, rasmiy uchrashuvlarda bunday qilish yaramaydi dedi. Bu vaziyati ham, undan boshqa kurashlardagi harakatlari ham hali o'sha rasmiy o'yinlardagi Eldorni ifoda etmaydi. Bu aniq. Vaziyatlarga ham boshqacharoq qaraydi. Shunaqa qarasin ham uyaltirib qo'ymasin va o'ylaymanki Eldor Shomurodov buni bizdan ko'ra yaxshiroq his qilib turibdi va menga nima yoqyapti ko'proq, Eldor shunaqa jamoa tanladiki, shunaqa jamoada o'ynadiki, milliy chempionatda Turkiyada juda ko'p gollarni qarshi hujumdan markazdan qochib ketib urdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, keyin ichkarida havolardan urdi, to'g'rimi? O'zbekiston terma jamoasining ham uslubi, ayniqsa jahon chempionatidagi o'yin tutumi xuddi shunaqa bo'ladi. Kecha ham ko'rindi, pressing qiladigan jamoa, xuddi Kolumbiyaga o'xshagan Kanada terma jamoasi bosim qilayotganda qochib ketdi. Kolumbiya bilan ham xudo xolasa bitta ikkita qochib ketish bo'ladi, iloji yo'q. Butun jamoa intensiv oldinga chiqqan paytda bitta vaziyat Eldor Shomurodovda bo'ladi va Kolumbiyaning himoyachilari unaqa dahshatli emas. Kolumbiyaning hujum chizig'i va markazi ko'proq maqtaladi. Himoya chizig'i masalasida ba'zi muammolar bor va yuqori liniyada o'ynayotgan jamoaning himoyasi ming zo'r bo'lsa ham hujumchi qochib ketadigan bo'lsa bo'ldi, hech narsa qila olmaydi. Va Eldor Shomurodov aynan jahon chempionatiga to'g'ri jamoada, usluban to'g'ri jamoada taraddud ko'rib keldi va buning mevalarini xudo xolasa bizga ko'rsatadi va qochib ketib, yana ikkinchi qavatda uzatib beriladigan to'plarni darvozaga yo'llab to'plar bo'lganligi esa ajoyib quvonarli hodisa bo'ldi. Chunki birinchi mavsumning o'zida bir chempionatga kelsangiz, siz o'ynagan oldingi chempionatingizdan sal pastroq bo'lsa ham bu oson ish emas. Shu qiyin bo'lgan yumushni Eldor Shomurodov uddaladi va turk qardoshlarimizning chempionatida eng zo'r to'prar bo'ldi. Hozircha turkiyalik hamkasblarimiz vaziyatlarni mem qilib turib gapirib turaverishsin. Hali jahon chempionati bahslarida Eldor yana o'sha Turkiya chempionatidagi harakatlarni ko'rsatib beradi. Biz bunga ishonamiz, do'stlar.